Asqar nima yasayotgan ekan? Asqar nima yasayapsiz? Nima bu deganlarga, qiziqqanlarga savollariga javob ozgina qisqa bo'lsa ham. Assalomu alaykum. Xullas, men mangal yasayapman. Mangal yasayapman. To'kirli qosmi deganlarga javob shunaqaki, men bitta takarni sexga borib, shogird tushdim. O'rganaman deb stanogini arendaga oldim. Ozgina o'rgatishdi. Kasb o'rganishga, hunar o'rganishga nima derdi, hech qachon kech bo'lmaydi. O'shaning uchun yoshim katta bo'lishiga qaramasdan xursand bo'lib kutib olishdi. Ahmadjon aka degan Oxun boboyevli to'kirlar. Kutib olib, chiroyli qilib ko'rsatib, bilmaganlarimni o'rgatib, juda ko'p xato qildim, lekin xatolarim ustida ishlashim natijasi menga yoqdi. Chunki o'sha ishlab chiqargan narsam reduktor yasadim, reduktorga vtulkalar yasadim. U pachivnisiz bo'lish kerak edi, chunki bu mangal yasayotgan narsam. Mangalga agar pachivni ishlatsam, bu qizigan holatida pachivnilar qisilib qoladi, temirlar ishkanning hisobiga. O'shaning uchun vtulka qilishga qaror qildim. Vtulka bilan yasadim. Reduktor yasadim, ya'ni bu mangalimizning past tomoni, asosiy go'sht pishadigan tomoni, bu tayyor bo'lgan produktlar turadigan tepadagi polkasi. Bu mangalimiz tepaga chiqib tushishi kerak. Mana. Olovdan tepaga ko'taradi, pastga tushiradi. Bu mexanizm reduktor yasadim. Ya'ni Matiz'ni первичный validan shesteronkalarini oldimda, to'kirning takarni stanokda ozgina perdelka qilib yasadim. Vtulka qo'ydim. Vtulka nimaga? Qiziganda vtulka o'zini xususiyatini yo'qotmaydi. O'shaning hisobiga qattiq metal bo'lganning hisobiga bu qirilib ketmaydi, yopishib qolmaydi, temirga o'xshab rashiratsiya qilib qolmaydi. Ana o'shaning uchun vtulka qildim, pachivniy qilmadim. Bu yerda aylantiramiz. Mana bu yog'ida zyozdочка bor. Bu sepni tortadi. Xullas, bir paytlar Ural aka degan odam 7-sinf, 6-sinfmi degi, vallohu alam. O'sha paytda maktab davrida Ural aka degan o'qituvchimiz bo'lar, temirchilik ustasi. O'sha odam menga birinchi bo'lib takarni stanokda ishlashni tushuntirgan, o'rgatgan, ana o'sha qolib ketgan anaqalar. Haligacha nima derdim, texnika, mexanizmlar bilan yaxshi chiqishaman-da. O'sha yaxshi ko'rganim uchun to'kirlar vaqti yo'q ekan, o'zim qoraman deb borib shogird tushib qilib, baraka topsin Ahmadjon aka, Akmal aka o'rgatishdi-da. Ko'rsatib turishdi, xatolarimni to'g'rilab turishdi. Bu yog'ini o'zim qilib tashladim, xudo xolasa. Ozgina qoldi, yana 1-2 kunlik ish qoldi. Kuzatib borsanglar bitirib, o'rnatganimizda ishlash jarayonini ham xudo xolasa video chiqaramiz. Kimga mana shunaqa mangallar kerak bo'lsa, sложный konstruksiyalar kerak bo'lsa, mana murojaat qilaveringlar. Stanoklarni har xilini yasab beramiz. Xudo xolasa, keyingi proyektimizni strich o'raydigan orbitalniy stanok bo'lishi kerak. Xudo xolasa o'xshab qolsa, zakazimizni agar ola olasak, o'sha stanokga ham yasash jarayonini ko'rsataman, xudo xolasa. Xitoyda chiqayotgan stanoklarni o'zimizda yasasa ham bo'ladi. $200, $300 ekonom qilib qolasiz deb o'ylayman. Tag'in bilmadim.